Kuni kecha 224-sonli umumta'lim maktabining yangi o'quv binosi ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu maktabning eski binosi 1968-yilda qurilgan bo'lib, 960 o'rinli edi. Maktabimiz 1967-yilda qurilgan. Hozirgi kunda zamonaviy, qulay, barcha sharoitlar yaratilgan yangi maktabimiz bunyod etildi. Maktabimiz 990 o'rinli. 2017-yilda maktab binosi rekonstruksiya qilinib, yanada zamonaviy sharoitlar yaratildi. Bugungi kunda maktabda 2260 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. O'quvchilar sonining ortib borishi natijasida sinfxonalar sig'imi oshib, darslar 2 smenada yuqori yuklama bilan tashkil etilayotgan edi. Natijada sinflarning to'ldirilish ko'rsatkichi 2,3 koeffitsiyentni tashkil qilgan. Bugungi kunda Olmazor tumani 224-maktabda o'quvchilarimiz soni 2300 dan ortganligi sababli maktabimizda yangi bino qurib bitkazildi. Joriy yilning 10-aprel kuni yangi 990 o'rinli qo'shimcha binoning foydalanishga topshirilishi bilan bu ko'rsatkich 1,2 koeffitsiyentga tushirildi. Bu esa o'quvchilar uchun yanada qulay, keng va zamonaviy sharoitda bilim olish imkoniyatini yaratadi. Yangi bino zamonaviy sinfxonalar, fan xonalari, kompyuter xonalari va inklyuziv ta'lim uchun barcha zarur qulayliklar bilan jihozlangan bo'lib, bu yerda o'quvchilar chuqur bilim olishi, iste'dod va qobiliyatlarini namoyon etish uchun barcha imkoniyatlar mavjud.